Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, aziz do'stlar. Sizlar bilan Mukammal dizayn studiyasi va men Feruz Haydarov. Biz arxitekturaviy loyihalar, interyer dizaynini chizish, o'zimiz chizgan loyihalarni qurish, ta'mirlash va jihozlash ishlari bilan shug'ullanamiz. Bugun siz azizlarga 5 sotixga jami 8 ta xonadan iborat bo'lgan bir qavatli ixcham turar joy loyihasini ko'rsatib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida binomizga ketadigan materiallar sarf xarajatlarini aytib o'tamiz. Binomizning o'lchamlari 18 ga 2770 bo'lib, jami kvadrat metri 500 metr kvadratdan iborat. Qurilish maydoni 320 metr kvadratdan iborat. Hovli qismi 140 metr kvadratdan iborat. Avtomobillar turargohi esa 40 metr kvadratdan iborat. Binomizning ikkita qismdan iborat, ya'ni old tomoni kirish qismi va ichki tomon asosiy qismdan iborat. Old tomondan boshlaydigan bo'lsak, kirganimizdan bizda darvozaxona joylashtirilgan. Darvozaxonadan o'ng tomonda dahliz. Dahlizning o'lchamlari 4.60 ga 5.60. Dahlizdan ichkari kirganimizga yotoqxona joylashtirilgan. Yotoqxonaning o'lchamlari 6.5 ga 4.60. Demak, darvozaxonadan endi chap tomoniga, ya'ni dahlizning qarama-qarshi tomoniga o'tadigan bo'lsak, u yerda biz hojatxona va yuvinish xonasini joylashtirganmiz. Bu binomizning old tomoni edi. Endi asosiy qismi, ya'ni ichkaridagi qismga qaraydigan bo'lsak, kirganimizdan katta hol, holning o'lchamlari 820 ga 5.60. Holdan o'ng tomonda mehmonxona, mehmonxonaning o'lchamlari 12 ga 5.60. Demak, holdan chap tomonga esa mehmonxonaning qarama-qarshi tomonida oshxonani joylashtirganmiz. Oshxonamizning o'lchamlari 6.5 ga 5.60 dan iborat. Oshxonamizdan keyingi joylashtirilgan narsa bu hojatxona va yuvinish xonasi. Hojatxona va yuvinish xonasining orqa tomoni, ya'ni holdan o'tgandan keyin bolalar xonasi joylashtirilgan. Bolalar xonasining o'lchamlari 320 ga 420. Bizda bolalar xonasi ikkitadan iborat bo'lib, ya'ni o'g'illar alohida va qizlar alohida bo'lgani uchun ikkita yotoqxona joylashtirganmiz bolalar xonasi. Ota-onalar uchun yotoqxonamiz ham bor. Ota-onalar uchun yotoqxonaning o'lchamlari 540 ga 510 dan iborat. Binomizga ketadigan materiallar sarf xarajatdan boshlasak, ya'ni poydevor qismidan, poydevor qismida bizda 69 metr kub beton quyilgan. Unga ketadigan armatura, o'nlik diametr armaturadan 850 metr. Demak, devorlarimiz pishiq g'ishtdan ishlangan bo'lib, g'ishtning jami soni 58 mingta g'isht terilgan. Demak, kolonna va regellarimiz uchun 16 lik diametr armaturadan foydalanganmiz. 16 lik armaturamizning sarfi 200 metrdan iborat. Tom yopma qismimizda yog'och konstruksiyalardan foydalanilgan, ya'ni 6 metrlik to'sinlarimizdan 48 dona yotqizganmiz. Tom qismiga kiradigan bo'lsak, tomimiz chordoqli tom qilingan. U yerda demak, strapilalar sarf 3-4 metr kub. Yog'och reykalarimiz esa 420 metr kvadratdan iborat. Profnastil qismiga keladigan bo'lsak, profnastil qismimiz 450 metr kvadratdan iborat.
Agar ushbu video sizga foydali va manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. Eksklyuziv kontentlarimiz hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.